Assalomu alaykum. Har safar Westminster oldiga sinsa olardim. Bu safar Hyde Park oldida oldim. Ozgina toza havoga ko'proq orqali park oldida yashaydim. 7dan chiqib прогулка. Becharalarni hayoti deydi-yu. Bitta suv olib sekin прогулка turadi. Suv to'g'risida kitob o'qiyotgandim. Qanaqa foydalilik to'g'risida bitiruvni ham aytaman. Menga bu park aylanishga boshqa kimdir yugurgani chiqishi bo'lsa, odamlar mana otlarni ham kattasi qilishadi. Mazza qilib. Mazza bo'lsa kerak. Ertalabdan 7dan hamma yugur. Bizda bo'lganda bo'ladi. Odamlar bunaqa to'y chorada kattasi qilib yurishdi. Yana zo'r tomoni nimada? Daraxtlarni qaranglar. Odamni kuchugini aylantiradi, o'zi aylanadi. Beli bilan peshkom. Bu shunchalik zo'rki, buni faqat kelib, aylanib, mazza qilib bilsa bo'ladi. Uchun daraxt eksa zo'r bo'lardi. Hamma kelishib turib, bu joyga gaplashib, hozirgi paytda hamma rahbarlar daraxt ekishga, zelinga. Aytgancha har doim savol berishadi, nega Haydar Park deysanmi? Birinchi marta park kelganim. Mana Mamitida akras chaqib chiroyli gullarni qilib qo'ygan. Ana qilib qiziq voqea bo'lgan. Park oti nima desam, Haydar deyishdi. Haydar deydi kimdir. Men ekspert emasman tilda, lekin nima bo'lgan? Haydar hidi shunaqa gupillab kelayotgan edi. Shuning uchun assotsiatsiya bo'lib qolgan. Ko'pincha kelganda kirsam, har doim shu Haydar hidi kelib turadi. Lekin endi baribir klimatga ham bog'liq, bizda bunaqa narsa qilish qiyin. Sababi влажность, suv, boshqa narsa bu faqat xohish o'zi yetarli emas. O'ylayman, faqat xohish o'zi bilan bu ishlab bitganda ancha joyda buni chiroyli bo'lardi, lekin harakat kerak bo'ladi. Daraxtlar saqlab qolinsa ham hech nima. Daraxtlardagi juda muzdek, odamlarni aylanadi ertalab, kechki paytlar. Bizda dom qurayotgan akalar, shu narsaga mutasaddi bo'lganlar azizgina e'tibor bersa, menimcha bu daraxtlar cho'qilmasligiga ancha klimat zo'r bo'ladi. Mana odamlar ham otda anaqa qiladi, kuchugini aylantiradi, o'zi aylanadi, yuguradi. Ish qilib keladi. Parkda o'tirganda ham mana qaranglar ularni. Ishqilib shunaqa gaplar, chiroyli joylari ko'p. Oladigan bo'lsa, aylanishga odamlar uchun videoga otdim, qo'ymagin dedi hech qayerga internetga. So'radim, qanaqa qilib buni qushib turasanlar? Ham akkuratni
muammoli kam desam, bu yerda hamma ishlaydi. Davlat o'zini ishini qiladi, politsiyalarni yurib. Havodarlashtirish deydi endi bizning tilda aytganda, tozalaydiganlar o'zini ishini qiladi. Eng qizig'i, xalq ham o'zini ishini qiladi. Ya'ni ijtimoiy javobgarlik deymiz-ku. Shu yerda ishlayapti. Kimdir noto'g'ri narsani ko'rsa, xabar beradi. Musor qilib ketayotganini, buzayotganini, masalan, olma-holla kimdir tegayotganini deyapti. Hamma o'zini tomonini to'g'ri qilsa, o'zidan keyin tozalab ketsa, eng qizig'i hamma narsa yaxshi bo'ladi dedim. Oxirgisiga biza yana dekorativ qo'l mevadorni shahar ichida bo'lmaydigan ko'p holda ko'ryapman, odamlar o'zini parkovkasi uchun joyi jamiyat foydasidan ko'ra baland ko'rishini. Qaranglar, hamma standart ingliz uylari. Mashinalar ko'chaga qo'yyapti, естественно, pul to'laydi. Mana mahallani ichida daraxtlar. Standart. Bizda ham oldin ko'p bunaqa daraxtlar bo'lardi. Bizadagilar nima deyishdi? O'ris daraxt deyishdi. Inglizlar ham shu rus daraxt ekib qo'yishdi-da. Uydan chiqqanda yaxshi aniq. Mashinani ham qo'yaveradi. Mashina qo'yishi o'ziga muammo. O'ylayman, mana mashinalarni hammasini oladigan bo'lsa, anaqa emasdi, nima deydi, odamlarni hammasini uyini oldida emasdi, даже mana Cooper bo'ladimi, mana Ferrari bo'ladimi, farqi yo'q, bu muammo.